Hurmatli akalar, Lep Motors C16 mashinalarimizni yangi partiyasi kirib keldi. Narxlari o'zgargan, akalar. Narxlari ancha tushdi. 34 ming dollardan sotilgan 2026-yil restyling xolodilnikli massajli variantlarini endi 33,5 mingdan xohlaganinglarni tanlab olib ketsanglar bo'ladi. 33,5 ming dollardan sotilgan prostoylarni akalar 32,5 ming dollardan qilib beramiz. Xo'p, farqi nimada desanglar, oldida massajli denasida barida xolodilnikda farq qiladi. Qolgan hamma narsasi bir xil. Xo'p, to'liq zarar Kedi 1200 km yuradi, elektr o'zida 280 km yuradi. Kecha sizlarga qoraga oranjevisini ko'rsatdim. Hozir mana qora salonni ko'rsataman akalar. Juda ham chiroyli ishlangan, bu yoqlari mativiy bo'lib turibdi. Xo'p, ikkitalab luklari bor. Bu yoqda monitorlari ikkitalab bor. Beskulchoy dostуп, abduf, abagrev oldida ham, orqasida ham, xullas nima navorot kerak desanglar, xudo xolasa hammasi bor. Primoy nominglarga 2 soat ichida chiqadi akalar. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Akalar, egalar nomerini telefon qilib, baraka qilib olib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolasa 32,5 ming dollarga 33,5 ming dollar.